Narxiga arziydigan hovlilar bormi deb so'ragan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. Yunusobod tumani Shahristanskiyda 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu faizli xonadonimizda sotuvda. Fasadiga baho beringlar. Zamonaviy stilda remont qilib bitkazilgan. O'rtada kattagina zeleniy zona, umumiy hojatxona, naveslar qoldirilgan. Navesimizdan tagiga ikkita mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Yozgi oshxona, sho'tga tapchanlar qo'yib, mazza qilib oilaviy o'tirishinglar uchun hovlini keng qoldirishgan ekan. Uyimizda 3 qavatli, podvalda bitta katta xona bor. Hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman. Didi bilan odamni ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanib remont qilib bitkazilgan. Mustahkam eshiklar qo'yilgan. Kirishimiz bilan kattagina hol, divanlar qo'yib qo'yilgan, televizor, oilaviy mazza qilib o'tirishinglar uchun sharoitlar qo'yilgan. Oshxonamizda o'zining mebel texnikalari tayyor qilingan, panoramli oynalar, havo aylanishi, quyosh tutishi hammasi hisobga olingan. Ikkinchi qavatga va podvalga tushadigan lestnitsa, keyingi xonamizda spalni, ichida o'zini sanuzeli bilan tepli pol, отопление hamma kerakli qulayliklar qilingan. Razmerini qaranglar, sanuzelni kattaligini. Mehmonlar uchun va birinchi qavatdagilar uchun отдельный hojatxona. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa lyustralar kutib oladi. Birinchi xonamizda zal. Shu yerda mehmonlar kuturasilar akkuratni qilib qo'yilgan. Panoramli oynalar bilan lyustralar ilingan. O'rtada umumiy sanuzel joylashgan. To'g'rida bolalar yotoqxonasi. Qo'shimchasiga bitta katta spalni. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podval qismimizga tushganda kattagina shunaqa открытый planirovkadagi joy qoldirib ketilgan. Divanlar zona qilib oilaviy shu yerda dam olib o'tirish uchun yoz kunlarida juda ham ma'qul. Bu yoq tomonga kotelniga joy qoldirib ketilgan. Razdrejnoy eshik qo'yib yo forsanglar ham bo'ladi. Narxini $260,000 ga narxlayapmiz. Narxlari ustida ozgina kelishtirib beriladi. Pastda nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.